amerikaga uchib ketaman deya oyijon. Qo'yinglar eslatmaylik o'sha payt 2002 yil mana 20 yilmi 21 yil bo'ldi. 2002 yili men yangi yil kirishdan oldin tush ko'rdim. Tushimda ot kirdi. Shunaqa baland otga mindim. Ot Murodga yetkazadi dedi. Men dublyaj rost sog'ingandim. Undan oldin politsiya komissari degan filmga ovoz berganman. Shunaqa qilib xullas kallam bir payt telefon bo'lyapti. Bahodir aka Qosimov degan rejissyorimiz telefon qilib, shunaqa Shohidaxon tez yetib kelib, bu 3-yanvar kuni bo'lyapti. 2002 yil Esmeralda degan serial ovozi. Borsam 10 ta seriya qo'limga berdilar-da. Mana siz bosh qahramonga ovoz berasiz. Xursand bo'lib ketdim endi. Orzu, men u mashhur bo'lish haqida o'ylamaganman. Ijod. Men ijod qilaman, men ovoz beraman, dublyaj qilaman, ishlayman deb endi juda xohlaganman. Shuna xursand bo'lib ketdim, faqat Shohidaxon ko'zi ojiz dedi. Qotib qoldim. Qanaqa ko'zi ojiz bo'ladi? Bosh qahramon ko'zi ojiz bo'ladi degan hayron qolganman. Lekin rozi bo'ldim. Menga aytdiki, onasiga ham o'zingiz ovoz berasiz. Gruppada endi eng dublyaj qirol-qirolichalari Oila Toshkentbayeva bordi, Hoshim aka rahmatli Arslanov, Sanjar aka Sadullayev, Barno Qodirova birgalikda ovoz berdik. Eng dahshati dublyaj jarayoni boshlangandek boshlandi-da. Men onasiga ovoz bera olmadim. O'zgartirdi, chunki hayajon kuchli. Bu yoqimda Sanjar aka o'tiradi, bu yoqimda Hoshim aka, bu yoqda hamma tap ovoz beryapti. Sinxron bo'lgani uchun juda qiyin bo'lgan. Buni ham eshish kerak. Tekstga ham qarash kerak. Unga ham unisiga ko'zi ojiz. Yiqiladigan joyi, degan joyi ko'p. Uni tushirish qiyin bo'lgan. Rosa qiynalganman. Keyin bir oy o'tdi, rejissyor bo'lmayapti, Shohidaxon bo'lmayapti. Yig'layman, nimaga rozi bo'ldim. Keyin bir kuni metroda yurardim, metrodan chopib chiqib ketvasam uyga shoshardim. Chunki ikki mahaldan dublyaj bo'lardi. Chopib ketvasam orqamdan bolalar yugurdi, Esmeralda. Keyin yana dublyaj jarayoni ketvardi, bir 5-6 oy bo'lganda bozordan shu metroga qarab teatrdan chiqib ketasam, voy qaranglar Esmeralda Uzoqova ketyapti degan. Men shunaqa qilib ovoz berganmiz, lekin juda qiyin bo'lgan, rosa yig'laganman, nimaga rozi bo'ldim, ovoz bera olmaganman. Bitta Esmeraldaga ovoz berganman, chunki ishlash anaqasini bilmaganman. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Siz bittaga ovoz bergan bo'lsangiz ham serial yulduzi bo'lgansiz. Voy, unda xijolat qilmanglar. Ojon, hardan bitta savol. Shuncha aktyor, aktrisalar bo'lganda, mana sizlarda kostyum bo'lganda va sizni kostyummi? Endi men bilmayman, menda aynan sizni tanlashgan. Yo'q, bilmadim. U rejissyor bilmayman nimaga meni tanlagan, nimaga men o'zimga masalan eshitganida umuman yoqmaydi, ovozim umuman eshitgim kelmaydi. Ko'rganimdan keyin masalan serial boshlanganda kamchiliklarni ko'rib yana qaytadan yaxshi ovoz berishga yo'qda nimaga rozi bo'ling. Masalan, hozirgi davr bo'lganda menga mabodo Esmeraldaga qayta ovoz beramiz deganda men boshqacha ovoz bergan bo'lardim. Qanaqa bergan bo'lardim? Umuman boshqacha ovoz bergan bo'lardim. Yillar mobaynida baribir tajriba bo'lish kerak-da. Tajriba bo'lmaganman-da unaqa tajriba. Politsiya komissarida yosh qizlarga ovoz berganman. Keyin birdaniga bu katta nima bo'lgani uchun, lekin baribir nimagadir xalqimizga juda ham yoqib qolganda, bilmayman. Ojon, sizdan bitta iltimos qilmoqchi edik. Mayli, bitta emas, ikkita qilaylik, ikkitasini. Esmeralda bo'lib ikki og'iz gapirib bering. Voy, u qimmat turadi, u juda qimmat turadi. Mayli, ojon, bitta gapirib bering. Esmeraldani oldida o'tirgandek bo'lamiz. Tajribangiz yo'qligida shunchalik ovoz bergan bo'lsangiz, hozir tajribali aktrisa sifatida ovoz berishingizni eshitgimiz keladi. Voy, tushvarani xom sanabsizlar. Katta u qimmatbaho turadi. Esimda yo'q uni ustiga necha 23 yil bo'ldi. Bir kuni tadbirga borib qoldik, teatrda ishlardimda. Vatan himoyachilar kuni ekan, katta zal endi. Rahmatli Mirzazizov ham bordi, katta polkovniklar o'tirib, generallar bor. Birdaniga menga o'sha Esmeraldadan parcha o'qib bering deshdi, sahnaga chiqib esimda yo'q. Keyin endi xalq talab to'la zal, vatan himoyachilari o'tirib, to'laga ularning talabini bajarishim kerak. Esmeralda, men aytdim, yo'q dedim, men qilolmayman. Hozir yonimda yo'q-ku hech kim deb. Qaysi joyni qilmayman? Militsiya yo'q-ku desa, bitta chiqdim, men militsiya. Soldat chiqib yonimga turib olgan. Qotib qoldim. Nima qilishni bilmayman. Rosa militsiya bo'lasizmi deydi. Men uncha esimda yo'q. Birdaniga salari boshida gul olib keladi-yu, gul qanaqa gul degan joy esimga tushib qoldi. Kelgandan keyin boshladigandek kalam haliga yonib turib oldim. Malikam deb boshladi u. Keyin men militsiya bu nima dedim. Gul dedi. Nima gul? U qanaqa bo'ladi desam,
O seni ko'zlaringga o'xshaganmi? Meni ko'zlarimga o'xshagan mavi. Zalda kulgan. Qarsaylar bilan keyin gullar, xullas kalam yaxshi bo'lgan. Umuman qiziq voqealar ko'p bo'lgan. Esmeralda tufayli o'g'irliklar sodir bo'lgan, she'rlar to'qilgan, ashulalar to'qilgan, ko'p narsa bo'lgan. Oyijon, qancha vaqt davomida ovoz 1 yil. bergansizlar? 1 yildan oshiqroq. Men ko'rardim, u serialni kichkina qiz bo'lardim, ko'rib o'tirardim. Bunday kichkina qizmi deylar? Qiziqardim. 9 yosh bo'lgan ekanman, qiziqardim. Shu Esmeraldaga kim ovoz bergan ekan deb qiziqardim. Esmeralda bo'lgan paytda taksichilar menga rahmat deyishgan. Baraka toping, rahmat. Chunki Esmeraldaga shoshganda hamma. Ba'zidan gapimni eshitdim, xotinim ovqat bermayapti degan ba'zi bir erkaklar. Chunki Esmeralda serial ko'rib olaydi, kirib ketishgan. Qiziq voqealar ko'p bo'lgan. She'rlar ham to'qilgan, ashula ham to'qilgan. Bo'ldi, boshim qotirib bor deylar. Esmeralda. Hech ham unaqa zo'r bo'lmagan. Boringlar she'rlar qiling, ovqat qilinglar undan ko'ra. 23 yil bo'libdi, meni esimga solib hozir hamma voqealarni esimga soldinglar. O'sha davrni sog'indim, lekin kelinlarim ketganda gapirib olay. Zo'r paytlar edi. Shunaqa zo'r paytlar edi, sog'inaman. Bugun sizlar uchun qaynonajonlarimizni boshini og'rini to'xtatadigan taom qilib ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga mol go'shtining qiymasi, balg'ari, piyoz, pomidor, sarimsoq piyoz, cheri pomidorlari, suzma, limon va albatta ziravorlar kerak bo'ladi. Ishni avvalambor biz go'shtimizni qovurib olishdan boshlab olamiz. Hali ishlab turib kadr orqada nimasi bo'ladi. Yo, men buni qilib olishim kerak. Men bunaqa dotgan joylarimni ham olib bering. Biz shuncha olamiz, mana bitta 1 soat kun bo'yi ertalabdan kechgacha 2 minutda o'tib ketadi ko'rsatuvni shu joyi. Qiymamiz tayyor bo'lguncha biz esa lavash xamirlarimizni tayyorlab olamiz. Bizani taomlarimizdan nafaqat tomoshabinlar, balkim operatorlarimizni ham yegiligi keladi. Vay. Meni o'qishim qimmat emas. Men 17 yildan beri shu sohada ishlayman. Hamma lekin rahmat deb ketadi.
Aziz bekajonlarimiz, guvohi bo'lganingizdek taomimiz tayyor bo'ldi. Eng muhimi tez va oson tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, uyingizdagi hammaga manzur bo'ladi. Muxlislarimiz uchun takrorlanmas ta'mga ega bo'lgan merengali rulet tayyorlaymiz. Demak, kerakli masalliqlar: tvorogli pishloq, qand upasi, qaymoq, tuxum, malina va yong'oq kerak bo'ladi. Biz ishni tuxumni oqini sarig'idan ajratib olishdan boshlaymiz. Endi esa tuxumni oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Endi qand upasini oz-ozdan solib mikser qilishni davom etamiz. Endi esa tayyor merengani listlarimizga solib yoyib chiqamiz. Ustidan yong'oq sepib, duxovkaga 160 darajaga 40 daqiqaga qo'yib yuboramiz. Gaplarim, to'pviy gaplarim bari qo'yib bermayaptilar, shuncha gapirmadim. Qaymoq, qand upasi, tvorogli pishloqni idishga solib aralashtirib 30 daqiqaga muzlatgichga qo'yamiz. Merengani issig'ida aylantirib qo'yamiz. Mikserga qo'yib yuboramiz. Gapirishim shart emas yog'ini. Merengali ruletimizni kremlab, orasiga malinalar solamiz. Merengali ruletimiz ham tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, muncha chiroyli. Atlas ko'ylaklaringizni qarang, xalat. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. O'zingiz qalaysiz? Keling, Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Voy, tavba qil, men atlas juda yaxshi ko'raman.
Ismim Yodgora, dizaynerman, fashion image makerman, lekin boshlovchilikka qiziqaman. Sizni ovozingiz, erkinligingiz, sahna mahoratidan meni shogirdlikka olasizmi deb yoningizga keldim. Yo'q. Lekin kelinlaringizga oshpazlikka emas, sizga shogirdlikka keldim. Kelin poshshalar. Faqat sizlarga kelmaydi, mana bizga ham keladi shogirdlikka, xo'pmi? Xursand bo'ldim judayam. Mendan ko'p ham ustoz chiqmasa kerak, chunki men juda qattiq qo'lman. Kasb qizg'anadigan bo'lib qolganman. Lekin bu kasbni egallamoqchi bo'lsangiz, baribir ham o'qish kerak, o'rganish kerak. Albatta, hozirgi san'at oliygohida o'qish kerak deb o'ylayman. Baribir bilimga ega bo'lish kerak. Menda oladigan bilimingiz uncha kuchli bo'lmaydi. Masalan, san'atda shogirdlik oling dedi-ku. Men sizga shogird bo'ldim. Masalan, sizda o'zingizda bo'lsa, o'rganib ketasiz. Agar o'zingizda bo'lmasa, uni men sizga mana bundoq qiling, undoq qiling deb o'rgata olmayman-da. Masalan, hozir sizga aytaman, haligi masal aytib bering. Masal, birorta masal bilasizmi? Yo'q, menda o'sha ekran oldida qo'rqinch bo'ladi. Ya'ni tomoshabin bilan to'g'ridan-to'g'ri kontakt qila olmayman. Uning uchun baribir ko'p kitob o'qish kerak. Ko'p muloqot qilish kerak. To'g'ri, men ham hayajonlanaman, masalan, hozir ham hayajonlanmaysiz. Siz hayajonlanmaysiz. Men rosa hayajonlaman. Qo'llarim mana shunday qaltiraydi. Sahnaga chiqishdan oldin men bunaqa qo'limni duoga ochib, chiqib keyin sahnaga chiqqandan keyin haligi narsa yo'qolib ketadi. Tomoshabin bilan albatta muloqotga kirgandan keyin. Masalan, deylik, masal. Hozir ikki qator aytaman, o'shani qaytarib berasiz, qanday ko'ramiz. Ayta olasizmi? Esingizda eslash qobiliyatingizni ham sinab ko'ramiz. Masalan, zaxsha yerda daraxtda pishloq, tulki kelib gap qotdi shichoq. Azizim, jonginam zaxcha, ovozingga qo'yildir barcha, davringni eshitib birdan sevindim chindan. Qani deychi? Zaxcha yerda daraxtda pishloq, tulki kelib gap qotdi shichoq ketdi. Yo'q, qilolmas ekan. Nima qilolmaysiz voy? Sizda umuman qo'rquv hissi yo'q-da. Yo'q, sizda ham bo'lmaydi, mana mayli. Siz qo'rqmang-da. Men qarang, zaxcha yerda daraxtda pishloq, tulki kelib gap qotdi shichoq. Bo'l, shuni aytib bering. Hozir siz qanaqa qilib ijro etganingiz o'zi balki ustoz yonida yurib birorta she'rni bilasiz, maktabda o'qigan she'ringiz bor, maktabda yodlagan she'rlar bo'ladi-ku, maktabda hammamiz she'r yodlaganmiz, Navoiy g'azallarini yodlaganmiz, she'rni yodlaganmiz. Boshlovchi nima oddiy, masalan, qayerga borsangiz, to'yga borasiz, boshqaga borasiz, assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, yoki bo'lmasa, masalan, go'zal ayollar o'tirgan, ulardan kelib chiqib gapiriladi. Masalan, onajonlar o'tirgan bo'lsa, assalomu alaykum, oppo ro'mollarni boshlariga tashlab ibo hayo bilan o'tirgan onajonlarim, bujonlarim, xush kelibsizlar, qadaminglarga qatsan. Assalomu alaykum, o'zbekimning go'zal, lobar, mo'ynis ayollar, xush kelibsizlar, qadaminglarga. Endi bilasizmi, baribir har bir kasbni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha nima deydi, harakat qilmasangiz yoki o'sha narsani o'rganishga harakat qilish uchun bilimga ega bo'lish kerak. Masalan, oddiy misol, boshlovchilikni o'rganish uchun siz masalan eng kamida yoki aktyorlikka qiziqadigan bo'lsangiz yoki boshqa o'sha teatr yoki kinoda o'ynashga eng kamida bir 300 ta kitob o'qishingiz kerak, adabiyotlar. Adabiyot o'qiganmiz, masalan, ertaklar o'qishingiz kerak yoki bo'lmasa she'r kitoblarini, she'r oddiy o'zimizning o'zbek shoirlarimizni she'rlarini yodlashingiz kerak, ularni yod bilishingiz kerak. Keyin albatta kitobda gap ko'p. Masalan, men 6-sinfda bibliotekada kitob qolmagan. Stendalli qizil qorasi, Bulgakov kitoblarini qanchadan qancha chet el adabiyotlari, o'sha Drayzer, Oybekning asarlari, Qutlug'qonlar, bularni men 6-sinfda o'qib bo'lganman. O'tgan kunlar 10 martadan qaytib o'qiganman. Mirzakalon Ismoilovning kitoblari, Oltin zanglamas degan asarlar, juda kuchli asarlar. O'sha o'qish jarayonida siz bilasizmi, o'sha yerdagi bosh qahramonga aylanardimda, o'zi balki men malika emasdirman. Oddiy qishloq qizi masalan deylik, men o'qiyapman, lekin o'sha malikaga aylanib qolardim. Demak, kitob sizga eng ko'p narsa beradi. Uyga borganda ko'proq kitob o'qiysiz, adabiyotlarni o'qiysiz, men oldimga ko'p qatnab turasiz, maqollar, masallarni yodlab kelasiz. Ana undan keyin siz bilan yana gaplashamiz, albatta suhbatlashamiz, lekin albatta kitob sizni yoningizda bitta kitob bir qo'lda, bitta bu yoqda bitta kitob turishi kerak. Kitob baribir hamisha men 1000 ta kitobim bor. Hozir ham o'qiyman. Hozir ham endi albatta sal qiyin, ko'zlarda haligi ko'zoynak taqib qiyinroq. Lekin sizlar hali yoshsizlar ko'p. Umuman hozirgi kunda notiqlik bo'yicha, ya'ni o'sha jurnalistlik bo'yicha kurslar ochilgan, ularning o'zining narxlari bor. Sizga qancha berish kerak?
menga 6 yoshimda ko'ylaklar tikka boshlaganman. Juda atlasni yaxshi ko'raman. Men atlas o'zimizning eng chiroyli milliy liboslarimizdan almashamiz. Siz menga atlasdan chiroyli ko'ylaklar, men sizga harakat qilaman. Albatta, lekin kitob o'qib kelishingiz kerak menga. Kitob o'qimasangiz men siz bilan suhbatlasha olmayman. Bari kitob kerak. Masal, monologlar yodlab kelasiz, undan keyin Xo'p bo'ladi. harakat qilasiz. Albatta harakat qilaman. Qiziqqan odam endi harakat qilish kerak, baribir ko'zlar yonib turish kerak. Harakat qilishga nima qilishim, buni qilishim deydi, harakatga tushish kerak. Shu o'rinda dublyaj sirlarini ham o'rgatib ketasiz. Dublyaj sirayin dublyajni men ustasi deb hisoblamayman o'zimni, lekin dublyaj men uchun juda yaxshi ko'raman. Jonimda, lekin dublyajni har kim ham qila olmaydi. Masalan, ko'pincha seriallar, kinolarda ba'zi bir o'sha nima deydi, 30 yil, 40 yil ishlagan aktrisalar yoki aktyorlar o'ziga ovoz bera olmaydi. Boshqa odam beradi. Chunki uni ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha o'sha maktabi borda, uni albatta o'sha aktyorning layoqati ham bo'lishi kerak, o'zida bo'lishi kerak. Men o'zim unaqa ustasi deb hisoblamayman. O'sha vaqtida ancha qiynalganman, lekin sog'inaman, juda ham xohlayman dublyaj ovoz berishni. Ko'ramiz, men sekin juda qiyin. Ovoz ustiga ovoz yozish uncha qiyin emas. Lekin sinxron dublyaj, mana Esmeralda seriali u sinxron bo'lganda, sinxron qiyinroq. Chunki ovoz olib tashladi, aniq tushishingiz kerak bo'ladi o'sha. Sancha qiyinroq. Bo'ldi, xudo xolasa keyingi safar sizga chiroyli atlas ko'ylaklar bilan kelaman va albatta siz aytgan kitobni o'qib kelaman. Erkin Vohidovning she'rlarini o'qisangiz, yoki Muhammad Yusufning she'rlarini o'qisangiz, Mashrab g'azallari, Navoiy g'azallari, ana ularning ichiga kirib ketasiz. U yerda Mashrab g'azallarini o'qisangizchi, dardingiz bo'lsa o'sha kitob, o'sha g'azal bilan dardingiz chiqib ketadi. Xonimonidan judo bo'lgan kishidan dard so'rang degan gaplar. To'g'ri she'rlari borda, masalan, o'sha g'azallari bor she'rlar. O'shani o'qish kerak, ko'proq kitob. Kitob. Agarda shu sohaga qiziqsangiz, shu sohada nimagadir erishaman desangiz, kitob ko'proq o'qing va kuzating. Xo'p bo'ladi. Mayli, ilohim martabangiz ulug' bo'lsin. Ilohim nima deydi? Bilimga o'ch bo'ling, kitobga o'ch bo'ling, ishlaringiz o'ngidan kelsin. Ilohim oldimga tez kelib turing. Omadingiz bersin. Rahmat katta. Xo'p, mayli, sog' bo'ling, yaxshi bo'ling. To'g'risini aytadigan bo'lsam, mana hozir shogird bo'laman deb keldilar, lekin inson qaysi kasbga qiziqishidan qat'iy nazar bilimga ega bo'lish kerak. Birinchi o'rinda baribir kitob o'sha insonning do'sti bo'lish kerak. O'zini xohlagan sohasidagi bilimga ega bo'lmagan inson hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun onalarimiz iloji boricha farzandlariga o'sha kichkinalik paytida nimaga qiziqadi, nimani xohlaydi. Masalan, kimdir aktyor bo'lishni, kimdir haligi nima deydi, tibbiyot xodimi bo'lishni xohlar, kimdir ustoz, o'qituvchi bo'lishni xohlar. Demak, o'shanga qarab ularni yo'naltirish kerak va albatta o'shanga qarab kitoblar olib berish kerak. Kitob baribir bizning do'stimiz. Ko'proq o'qishimiz kerak. Shunda biz o'ylagan, o'sha istagan cho'qimizga chiqa olamiz. Mana men ham kelinlarimni har doim yangilik qilinglar deb gapiraman, ularga ko'proq kitoblar olib kelib beraman. Mana bular ham o'qishyapti. Qaynonajonlar, sizlar harakat qilinglar. Ko'proq kelinglar, chiroyli taomlar, yangiliklar yaratishga harakat qilsin. Demak, hammaga omad tilagan holda ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Voy, esim qursin. Ha, bu o'lchamlarim olmabdi-ku. Voy, o'lmasam, atlas ko'ylaklarni kimga o'lchab tikasiz? Hay, qizaloq, to'xtab turing. Voy, o'lmasam. Labbiy oyijon.